Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim savolga aniq javob beraman. Pasport kitobchani almashtirish kerakmi? Ayniqsa pensionerlarga biometrik pasport yoki ID karta kerakmi? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas. Ularning farzandlariga, bankdan pensiya oladiganlarga, notariusga boradiganlarga, kasalxonaga hujjat topshiradiganlarga, chet elga chiqmoqchi bo'lganlarga ham bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat muddati o'tib qolsa yoki noto'g'ri hujjat bilan yursangiz, pensiya, bank kartasi, meros, propiska, davolanish, hatto oddiy ariza topshirish masalasida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima almashtiriladi, nima almashtirilmaydi? Pensionerlar nimadan xavotir olishi kerak? Nimadan xavotir olmasligi kerak? Qaysi holatda idoraga borish shart? Qaysi holatda shoshilish kerak emas? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Ayniqsa ota-onangiz, bu bobolaringiz uchun. Avval bir narsani aniq tushunib olaylik. Odamlar pasport deganda har xil hujjatni nazarda tutadi. Kimdir eski pasport kitobchani aytadi, kimdir biometrik pasportni aytadi, kimdir ID kartani aytadi. Yana kimdir chet elga chiqish pasportini aytadi. Mana shu chalkashlik sababli ko'p pensionerlar qo'rqib yurishadi. Mening pasportim kitobcha, endi pensiyam to'xtab qoladimi? ID karta olmasam bo'lmaydimi? Biometrik pasportim muddati tugamagan. Baribir almashtirishim kerakmi? Chet el pasporti bo'lmasa pensiya bermaydimi? Degan savollar juda ko'p. Oldin O'zbekistonda fuqarolarning asosiy hujjati pasport kitobcha edi. Keyin biometrik pasportlar berila boshlandi. Bu ham kitobcha ko'rinishida bo'lgan, ichida chip va shaxsga oid ma'lumotlar bor edi. Keyinchalik esa ichki foydalanish uchun ID karta tizimi joriy qilindi. Ya'ni bugungi kunda mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun ID karta asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasport kerak bo'ladi. Eng muhim joyi shuki, hamma odam bir kunda eski hujjatini tashlab, yangisini olishga majbur degan qoida yo'q. Odatda hujjat muddati tugaguncha amal qiladi. Lekin ayrim holatlar bor. Muddati tugagan bo'lsa, hujjat yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, familiya, ism yoki boshqa ma'lumot o'zgargan bo'lsa, hujjat yo'qolgan bo'lsa yoki fuqaro muayyan yoshga yetgani sababli almashtirish talab qilinsa, unda albatta yangi hujjat olish kerak bo'ladi. Pensionerlar bo'yicha eng katta noto'g'ri tushuncha shuki, go'yoki pensioner odam albatta biometrik pasport yoki ID karta olmasa pensiya ola olmaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Pensiya olish uchun eng asosiy narsa shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat bo'lishi kerak. Agar sizning hujjatingiz amalda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, bank yoki pensiya bo'limi oldida odatda muammo bo'lmasligi kerak. Lekin hujjat muddati o'tgan bo'lsa, bank plastik kartangizni yangilashda, naqd pul olishda, elektron identifikatsiyada, notarial ishda, meros ishida yoki boshqa davlat xizmatlarida muammo chiqishi mumkin. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz va qo'lingizda amaldagi biometrik pasport kitobcha bo'lsa, uning muddati hali tugamagan bo'lsa, ichidagi ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, boshqa ma'lumotlarda xato bo'lmasa, siz faqat hamma ID karta olayapti degan gap bilan shoshilishingiz shart emas. Hujjatingiz amal qilayotgan bo'lsa, uni ishlatishda davom etishingiz mumkin. Lekin muddati tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, masalan 2-3 oy qolgan bo'lsa, ishni oxirgi kunga qoldirmagan yaxshi. Masalan, birinchi vaziyat. Olim 8 yoshli otaxonning biometrik pasport kitobchasi 2028 yilgacha amal qiladi. U pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Chet elga chiqmaydi, familiyasi o'zgarmagan, hujjat yirtilmagan. Bunday holatda otaxon har kuni ertalab borib ID karta olmasam bo'lmaydi deb xavotirlanishi shart emas. Lekin u bank karta almashtirmoqchi yoki notariusga boradigan bo'lsa, pasporti amalda ekanini tekshirtirib olgani yaxshi. Agar pasportdagi ma'lumotlar tizimda to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, odatda muammo bo'lmaydi. Ikkinchi vaziyat, 72 yoshli onaxonning pasporti muddati 2023 yilda tugagan, lekin u buni sezmagan. Pensiya kartasiga har oy pul tushadi. Shuning uchun hammasi joyida deb yuribdi. Lekin bir kuni bank kartasi muddati tugaydi va bank yangi karta berish uchun amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Bank xodimi muddati o'tgan pasport bilan yangi karta ochib bera olmasligi mumkin. Natijada onaxon pensiya tushayotgan pulni ishlatishda qiynaladi. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin pulga kirishish qiyinlashadi.
Shuning uchun muddati o'tgan hujjatni imkon qadar tez almashtirish kerak. Uchinchi vaziyat, pensioner chet eldagi farzandining oldiga, masalan, Rossiya, Turkiya yoki boshqa davlatga bormoqchi. Bu yerda ichki ID karta yoki eski ichki pasportning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ko'pchilik menda biometrik pasport bor deydi. Lekin qaysi biometrik pasport ekanini farqlamaydi. İchki shaxsni tasdiqlovchi hujjat boshqa, xorijga chiqish pasporti boshqa. Agar siz aeroportga borib chet elga uchmoqchi bo'lsangiz, sizdan xorijga chiqish uchun amal qiladigan pasport so'raladi. Shuning uchun safar rejalashtirilsa, avval hujjatni tekshirib oling. Muddati bormi, sahifalari yaroqlimi, familiya biletdagi familiya bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana xatosizmi? 4-vaziyat. Pensioner ayol turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin pasportini almashtirmagan. Yoki aksincha hujjatlarda bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova Dilbar. Yana boshqa joyda eski familiya turibdi. Bunday chalkashlik notariusda bankda pensiya jamg'armasi bilan ishlaganda katta muammo chiqarishi mumkin. Chunki tizim shaxsni aniq identifikatsiya qilishi kerak. Agar hujjatdagi ma'lumotlar hayotdagi real ma'lumotlaringiz bilan mos kelmasa, hujjatni almashtirish yoki ma'lumotlarni tuzatish kerak bo'ladi. 5-vaziyat. Otaxonning pasporti yirtilgan, sahifalari tushib qolgan, surat joyi eskirgan, yozuvlar o'qilmaydi. Muddati bor-ku deb yurish ham xavfli. Hujjat faqat muddati borligi uchun emas, balki yaroqli ko'rinishda bo'lgani uchun ham qabul qilinadi. Agar bank yoki davlat organi hujjatni o'qiy olmasa, shaxsni aniqlashda shubha tug'ilsa, xizmat ko'rsatish rad etilishi mumkin. Shuning uchun yirtilgan, suv tekkan, kuyganday bo'lgan, sahifalari ajralgan hujjatni almashtirish kerak. Endi pensionerlarga alohida ta'sir qiladigan nuqtalarni aytaman. Pensionerlar ko'pincha davlat xizmatlariga o'zlari borishga qiynalishadi. Navbat sog'lik transport hujjat yig'ish hammasi qiyin. Shuning uchun farzandlar bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Ota-onangizning pasportini olib, muddati qachongacha ekanini tekshiring. Agar muddat tugashiga 6 oy qolgan bo'lsa, oldindan reja qiling. Ayniqsa bank kartasi muddati ham yaqinlashayotgan bo'lsa, ikki ish bir-biriga to'g'ri kelib qolmasin. Avval shaxsni tasdiqlovchi hujjatni yangilang, keyin bank kartani bemalol almashtirasiz. Yana bir muhim masala. Propiska yoki doimiy ro'yxatdan o'tish. Ayda karta alohida plastik kartaga o'xshaydi. Unda eski pasportdagi kabi ko'p sahifa bo'lmaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazada yuritiladi. Shuning uchun ba'zi keksalar ID kartada propiska ko'rinmaydi. Qanday qilib isbotlayman deb xavotirlanadi. Hozir ko'p davlat xizmatlari elektron bazalar orqali tekshiradi. Zarur bo'lsa, tegishli idoradan ma'lumotnoma olinadi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumot ko'rsatiladi. Lekin oddiy odam uchun bu yangilik biroz noqulay tuyulishi mumkin. Shuning uchun ID karta olgandan keyin o'zingizning doimiy yashash manzilingiz bazada to'g'ri ko'rsatilganmi? Buni tekshirtirib olganingiz yaxshi. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi xato, pensionerman, menga endi pasport kerak emas degan fikr. Bu mutlaqo noto'g'ri. Yoshdan qat'i nazar, shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat kerak. Siz pensiya olasizmi, davolanasizmi, mulk sotib olasizmi, meros rasmiylashtirasiz, banka borasizmi? Telefon raqamini nomingizga o'tkazasizmi? Hujjat so'raladi. Hujjat bo'lmasa ko'plab huquqlardan foydalanish amalda qiyinlashadi. Ikkinchi xato, muddat o'tgan bo'lsa ham pensiya tushyapti-ku, demak hammasi yaxshi deyish. Pensiya tushishi bu hujjat bilan hamma ishni qila olasiz degani emas. Masalan, pensiya kartangiz ishlayapti, lekin karta yo'qolsa yoki muddati tugasa, bank yangi karta berishda hujjat talab qiladi. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, bank sizni identifikatsiya qilishda muammo ko'radi. Natijada pensiya bor, lekin unga kirishish qiyin. Shuning uchun hujjat masalasini pul to'xtagandan keyin emas, oldindan hal qilish kerak. 3-xato, ayda karta olsam, chet elga chiqaman deb o'ylash. ID karta asosan mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti kerak. Agar pensioner farzandiniga chet elga borishi kerak bo'lsa, faqat ID karta bilan chegaradan o'tish masalasini albatta oldindan aniqlasin. Ayrim yo'nalishlar, ayrim kelishuvlar bo'yicha tartiblar o'zgarishi mumkin, lekin xavfsiz yo'l migratsiya bo'limidan yoki rasmiy manbadan tekshirish. 4-xato, hujjatdagi bitta harfni ahamiyatsiz deb bilish. Masalan, pasportda o'g'loy, boshqa hujjatda o'g'loy, bankda o'g'loy bo'lib qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda unli kelmay,
boshqa joyda 20 oy ko'rsatilgan. Keksalar baribir men ma'qul deyishadi. Lekin elektron tizim bunday o'ylamaydi. Tizim uchun bitta harf ham farq qiladi. Notarius ham, bank ham, sud ham hujjatdagi aniq ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun xato aniqlansa, uni vaqtida tuzatish kerak. 5-nozik masala, ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar o'zlari yura olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi men borib olib kelaman deydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirishda odatda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, suratga tushishi, biometrik ma'lumot topshirishi kerak bo'ladi. Og'ir kasal, yura olmaydigan, nogironlik bo'lgan shaxslar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday holatda mahalliy migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga oldindan murojaat qilib, uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Qanday tibbiy ma'lumotnoma kerak? Arizani kim beradi? Bularni so'rash kerak. Har bir vaziyatda qarindoshim borib olib keladi deb o'ylash to'g'ri emas. 6-masala davlat boji va to'lovlar. Hujjat rasmiylashtirishda to'lov bo'lishi mumkin. To'lov miqdori vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men aniq summa aytsam, ertaga u o'zgarib qolishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan amaldagi to'lovni tekshirish. Pensionerlar uchun imtiyozlar, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yengilliklar mavjud bo'lishi mumkin, lekin buni ham aniq holat bo'yicha tekshirish kerak. Imtiyoz bor deb o'ylab, hujjatsiz bormang. Imtiyozni tasdiqlovchi hujjatni olib boring. 7-masala, pasportni almashtirish va pensiya bazasidagi ma'lumotlar. Agar siz yangi ID karta olsangiz, shaxsiy identifikatsiya raqamingiz saqlanadi, lekin hujjat seriya raqami o'zgaradi. Bank, pensiya bo'limi yoki boshqa tashkilotlarda eski hujjat raqami turgan bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda tizimlar integratsiya qilingan, lekin hamma joyda avtomatik yangilanadi deb beparvo bo'lmang. Yangi hujjat olgandan keyin bankka borib, ma'lumotlaringizni yangilab qo'ying. Agar pensiya bo'limi yoki mahallada biror ro'yxat yuritilsa, ularga ham yangi hujjat nusxasini ko'rsatish foydali. 8-masala. Chet elda yashayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar O'zbekiston fuqarosi bo'lib, vaqtincha yoki doimiy ravishda chet elda yashaydi. Ularning pasport muddati tugasa, masala yanada murakkablashadi. Konsullik orqali hujjat rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Chet elda turib muddati o'tgan hujjat bilan bank, pensiya, konsullik ishlarini qilish qiyin. Shuning uchun chet elga ketishdan oldin pasport muddatini tekshiring. Agar muddat 1 yil ichida tugaydigan bo'lsa, safar rejangizga qarab oldindan yangilagan ma'qul. 9-masala meros va mulk ishlari. Pensionerlarning nomida uy, yer, mashina yoki bank omonati bo'lishi mumkin. Notariusda hujjat aniq bo'lishi shart. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa yoki familiya eski bo'lsa, meros rasmiylashtirish, hadya qilish, sotish, ishonchnoma berish ishlari cho'ziladi. Masalan, Titip 5 yoshli otaxon uyini farzandiga hadya qilmoqchi, notariusga boradi. Pasport muddati o'tgan bo'lsa, notarius avval amaldagi hujjatni talab qiladi. Natijada ish bir kunda bitmaydi. Yana migratsiya bo'limi, to'lov, navbat, kutish boshlanadi. Buni oldindan bilgan odam vaqt va asabni tejaydi. O'yinchi masala, pasport kitobchamni almashtirsam, eski ma'lumotlarim yo'qolib ketadimi degan xavotir. Yo'q. Shaxsga oid asosiy ma'lumotlar davlat bazalarida saqlanadi. Lekin eski pasportda muhrlar, ro'yxat, ayrim qaydlar bo'lishi mumkin. Agar sizga eski hujjatdagi biror ma'lumot kerak bo'lsa, uni topshirishidan oldin nusxa olib qo'yish yoki tegishli ma'lumotnomani olish haqida o'ylang. Albatta, hujjatni yashirib qolish yoki ikki xil hujjat bilan yurish mumkin emas. Lekin arxiv uchun nusxa, ma'lumotnoma, eski hujjatdagi yozuvlar kerak bo'lsa, rasmiy yo'l bilan saqlab qo'yish foydali. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, qo'lingizdagi hujjatni oching va amal qilish muddatini tekshiring. Pasport yoki ID kartada berilgan sana va amal qilish muddati ko'rsatiladi. Agar muddat o'tgan bo'lsa, darhol almashtirish rejasini tuzing. Agar muddat 3-6 oy ichida tugasa, ham shoshilmasdan, lekin kechiktirmasdan harakat qiling. Agar muddat bir necha yil bo'lsa va hujjat yaroqli bo'lsa, faqat vahima bilan yugurish shart emas. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, jins, shaxsiy raqam. Manzil bazasi imkon qadar hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar hujjatda xato bo'lsa, keyin tuzatarman demang. Xato aynan zarur paytda, masalan bankda yoki notariusda ishni to'xtatadi. Uchinchi qadam, qayerga borishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish uchun
migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali yoki elektron portal orqali boshlanishi mumkin. Siz yashayotgan tuman yoki shahar bo'yicha qaysi idora qabul qilishini oldindan bilib oling. Telefon qilib so'rang. Ish vaqti, navbat tartibi, kerakli hujjatlar, to'lov miqdorini aniqlang. 4-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki mavjud ID karta, ariza, to'lov kvitansiyasi, zarur bo'lsa tug'ilganlik haqida guvohnoma, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik yoki imtiyoz hujjat talab qilinishi mumkin. Har bir holat turlicha bo'ladi. Masalan, pasport yo'qolgan bo'lsa boshqa tartib, familiya o'zgargan bo'lsa boshqa tartib, yaroqsiz bo'lsa boshqa tartib. Shuning uchun qo'shnim shunday qilgan degan gap bilan emas, rasmiy idora aytgan ro'yxat bilan boring. 5-qadam, agar pensioner o'zi bora olmasa, oldindan maslahat oling. Yura olmaydigan, ko'zi ojiz og'ir kasal, to'shakka mixlangan keksalar uchun qanday tartib borligini aniqlang. Mahalla tibbiyot muassasasi migratsiya bo'limi bilan bog'laning. Ba'zan tibbiy ma'lumotnoma, yaqin qarindosh arizasi. Uyga chiqib biometrik ma'lumot olish tartibi kerak bo'lishi mumkin. Buni oxirgi daqiqaga qoldirsangiz, masala cho'ziladi. 6-qadam, yangi hujjatni olgandan keyin uni javonga solib qo'ymang. Bankka boring yoki bank ilovasi orqali ma'lumotlar yangilanganini tekshiring. Pensiya olayotgan kartangiz, telefon raqamingiz, kommunal xizmatlar, notarial ishlar, tibbiy sug'urta yoki boshqa ro'yxatlarda yangi hujjat ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensionerning bank kartasi yaqin orada yangilanishi kerak bo'lsa, yangi hujjat bilan bank ma'lumotlarini oldindan yangilang. 7-qadam. Hujjatlarning nusxasini tartibli saqlang. Men doim maslahat beraman. Pensioner ota-onangiz uchun alohida papka qiling. Ichiga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi, bank kartasi shartnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, uy hujjatlari, tibbiy hujjatlar, imtiyoz hujjatlari nusxasini solib qo'ying. Asal hujjatlarni xavfsiz joyda saqlang. Nusxalar esa zarur paytda tez topiladi. Ko'p muammo hujjat yo'qligidan emas, hujjat topilmagani uchun cho'ziladi. 8-qadam, chet elga chiqish rejangiz bo'lsa, alohida tekshiring. Ichki ID karta bilan cheklanib qolmang. Xorijga chiqish pasporti bormi? Muddati yetarlimi? Boradigan davlat pasport muddati bo'yicha qo'shimcha talab qo'yadimi? Viza kerakmi? Biletdagi ism, familiya pasport bilan bir xilmi? Bularni safardan kamida bir necha oy oldin tekshirish kerak. Pensionerlar uchun safar oldidan shoshilish juda og'ir bo'ladi. 9-qadam, hech qachon vositachilarga ko'r-ko'rona ishonmang. Men pul bersang, pasportni tez chiqarib beraman, navbatsiz qilib beraman. Hujjatsiz ham bo'ladi degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Hujjat shaxsga tegishli, biometrik ma'lumot talab qilinadi. Rasmiy tartib bor. Pulni firibgarlarga berib qo'yish, shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga topshirish juda xavfli. Faqat rasmiy idoralar, rasmiy to'lovlar va rasmiy portal orqali ish qiling. 10-qadam, agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizni qo'ymang, ularga tushuntiring. Ko'p keksalar yangi tartiblarni tushunmaydi. Elektron baza, biometrik pasport, xorij pasporti farqini bilmasligi tabiiy. Ularga nega bilmaysiz demang. Pasport muddatini birga tekshiring, kerakli idoraga birga boring, to'lovni tushuntiring, hujjatlarni papkaga solib bering. Bu kichik yordam keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Demak, asosiy javob shunday. Pensionerlar faqat pensioner bo'lgani uchun pasport kitobchani darhol almashtirish shart degan umumiy qoida yo'q. Agar hujjat amalda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, yaroqli bo'lsa va ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, vahima qilish kerak emas. Lekin muddati o'tgan, yirtilgan, yo'qolgan, ma'lumotlari xato, familiya o'zgargan, bank yoki notariusda ish qilish kerak bo'lgan, chet elga chiqish rejalashtirilgan holatlarda hujjatni yangilash yoki tegishli pasportni olish zarur. Eng to'g'ri yo'l pasport muddatini tekshiring, hujjat holatini ko'ring. Kerak bo'lsa migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Rasmiy ma'lumot oling, bank va pensiya ma'lumotlarini yangilang. Shunda pensiya, bank kartasi, meros, davolanish yoki safar masalasida kutilmagan muammo chiqmaydi. Sizda qanday holat bor? Pasport kitobchangiz hali amaldami yoki ID karta oldingizmi? Pensioner ota-onangiz hujjatini tekshirganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi keksalarga yuboring.
Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamni ortiqcha yugur-yugurdan, asabiylashishdan va moliyaviy muammolardan saqlab qoladi.